Abzorga Jitur X70 avtomashinamizning birinchi pozitsiyasini obzor qilib bermoqchiman. Undan tashqari oylik to'lovlarni va qanaqa turda siz xarid qilib bilishingizni ham aytib o'taman bu videomizda. Biz bu avtomashinamizning hozirgi damda birinchi pozitsiyasini 1 yildan 60 oygacha, ya'ni 5 yilgacha bo'lgan рассрочкада xarid qilishingiz mumkin. Foizsiz, peniyasiz, ustamasiz. Multimediya elektrousиленный rul, ya'ni siz bitta barmoqda ishlatsangiz bo'ladi. Avtomashinamizning bari холодильник, sovutish tizimiga ega. Undan tashqari joystiковый скорость управления, elektronniy ruchnik. Akalar, avtomashinamizning orqa qatoriga, ya'ni ikkinchi qatoriga kelsak agar, juda ham keng ko'rishlaringiz mumkin. O'zlaringiz e'tibor berasizlar. Undan tashqari podlokotniklari bor. Avtomashinamizning 3-qatoriga, ya'ni bagaj qismiga kelsak agar, ko'rishlaringiz mumkin. 3-qatorni tik holatda qo'ysak agar, bemalol 8 yoshdan to 13-12 yoshgacha bolalar bemalol sig'adi, svobodni o'tiradi, oilaviy biron joyga chiqishlaringiz uchun komfort yaratib beradi. Avtomashinamizda undan tashqari datchik dajda, datchik sveta bor. Ya'ni siz avtomashinamizni yomg'ir yog'gan paytda dvorniklarni o'zingiz avtomatik, ya'ni o'zingiz boshqarib o'tirmaysiz, avtomatik tarzda o'zi ishlaydi. Ya'ni assalomu alaykum Jitur Qarshi Sultanov Motors obunachilari. Bugun sizlarga obzorga Jitur X70 avtomashinamizning birinchi pozitsiyasini obzor qilib bermoqchiman. Undan tashqari oylik to'lovlarni va qanaqa turda siz xarid qilib bilishingizni ham aytib o'taman bu videomizda. Ya'ni siz bu avtomashinamizning hozirgi damda birinchi pozitsiyasini 1 yildan 60 oygacha, ya'ni 5 yilgacha bo'lgan рассрочкада xarid qilishingiz mumkin. Foizsiz, peniyasiz, ustamasiz, o'z nomingizga o'z tannarxida rasmiylashtirib bera olamiz avtomashinamizni. Bosh to'lov 25% to'lov qilsangiz agar yoki 30% to'lov qilsangiz 2 yilga o'z tannarxini bo'lib to'laysiz. Agarda siz 40%, 50% to'lov qilmoqchi bo'lsangiz 30 oydan 36 oygacha, 60% to'lov qilsangiz 4 yilga, 70% to'lov qilsangiz agar 5 yilga o'z tannarxini bo'lib to'laysiz. Mashinamizning tannarxi birinchi pozitsiyasini 300 million so'mni tashkil etadi. 1.5 turbo dvigatel, 156 ot kuchi, nemetskiy dvigatel. O'sha sababdan 5 yil yoki 150 ming kilometr kafolat bera olamiz sizlarga. Butun O'zbekiston bo'yicha servislarimiz mavjud. Ya'ni butun O'zbekistondan kelib bizdan avtomashina xarid qilsangiz, siz o'zingizning viloyatingizda ham texnik ko'riklardan o'tkazishingiz mumkin yoki boshqa viloyatga safarga chiqqan bo'lsangiz, boshqa viloyatdan ham texnik ko'rikka bepul xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin bu avtomashinamiz uchun. Nafaqat bu, balkim barcha Jitur modellarida shu imkoniyat mavjud. Avtomashinamiz bilet, linza va optika, old partronik, orqa partronik matritsadagi oblitsovkasi ham mavjud, ya'ni 3D matritsada. Undan tashqari avtomashinamizni diskasiga kelsak agar 18 dyumli 245 ga 60 razmerda keladi. Bemalol mashinamiz mягкий holatda haydab bilasiz. Ya'ni mashinamiz anchagina yumshoq, nashat diskasi, nashat shinalarning portini kattaligi va hadovoy части mustaqilligi. Ya'ni avtomashinamizda hadovoy части McPherson old qismi, orqa qismi esa ko'p tarmoqli suspenziyadan iborat. Ya'ni sizda balkada emas mashinangiz va har bitta baloningizni отдельно ishlashi sizga anchagina mashinaning yumshoqligini tashkil qilib bera oladi. Avtomashinamizda besключевой достуp, 360 gradus kamerasi, undan tashqari sidenlari elektronniy, shofyor tomonidagi passajir tomonidagi esa mexanический, qo'lda boshqaradigan variantda bo'ladi. Avtomashinamiz полностью isitish tizimlariga ega, ya'ni 4 tala sideniyasi ham isitadi, rul ham isitadi. Mers rul, multimediya elektrousиленный rul, ya'ni siz bitta barmoqda ishlatsangiz bo'ladi. Avtomashinamizning bari холодильник, sovutish tizimiga ega. Undan tashqari joystiковый скорость управления, elektronniy ruchnik, avto hold, ikki xil rejimda haydab bilasiz mashinani, EcoSport variantida. Ya'ni mashinamizni nafaqat sidenlari isitadi, ya'ni mashinamizni ruli qiziydi, lobovoy spiralli lobovoylaringiz ham isiydi va yon tomon ko'zgularingiz ham isiydi. 1,5 metrlik panorama tomga ega avtomashinamiz. Bemalol kechqurun yulduzlarni tomosha qilib oilaviy dam olishga ketayotgan paytlaringizda yo'lda kechqurunga juda ham atmosfera yaratib beradi. Akalar, avtomashinamizning orqa qatoriga, ya'ni ikkinchi qatoriga kelsak agar, juda ham keng ko'rishlaringiz mumkin. O'zlaringiz e'tibor berasizlar. Undan tashqari podlokotniklari bor, orqada deflektor mavjud, ya'ni обогрев tizimining upravleniyasi ham orqa deflektorning pastida, USB portlari, plus joy narsa qo'yadigan uchun joy. Undan tashqari avtomashinamizni dalinida haydab ketayotgan bo'lsangiz, orqada oilangiz bilan o'tirib ketayotgan bo'lsangiz agar, charchab qolmasligi uchun sidenlarning spinkalari yotadi, takji tik holatga ham keladi. Undan tashqari avtomashinamizni sideniyani o'zini orqa oldin olsalaringiz bo'ladi. Ya'ni bu juda ham komfortni sizlarga yaratib beradi. Oldindagi passajir ham o'tirgan paytda oldindagi joy ham ya'ni prostorni bo'ladi. Orqa qatordagi ham joy ham prostorda. Ana bu holatda o'zi mana 185 bo'yim bo'lsa agar, bemalol savoddan oldinga o'tirib qisilmasdan ketishim mumkin. Plus orqada o'tirgan paytimda ham 185 bo'yim bilan qisilmagan holatda bemalol dam olishga chiqib ketsalaringiz bo'ladi. Ya'ni toqqa chiqasizlarmi, cho'lgami yoki biron sayohatgami farqi yo'q. Panoramli tom bor, bemalol atmosfera dam olishni bosib yuborasizlar deb o'ylayman.
avtomashinamizni 3-qatoriga, ya'ni bagaj qismiga kelsak agar, ko'rishlaringiz mumkin, 3-qatorni tik holatda qo'ysak agar, bemalol 8 yoshdan to 13, 12 yoshgacha bolalar bemalol sig'adi, svobodno o'tiradi, oilaviy biron joyga chiqishlaringiz uchun komfort yaratib beradi. Agarda siz buni bagaj holatida ishlatsangiz agar 500 litr ob'yom bagajni tashkil etadi, любой bitta narsangizni qo'yishingiz mumkin, svobodno bagajingiz ham katta, oddiy mashinalardan ko'ra, ya'ni 5 kishilik mashinalardan ko'ra 3-qatorni yotqizgan paytlaringizda bagajlaringiz anchagina katta bo'ladi. Детский rejimni aytib o'taman, ya'ni sizni bolalaringiz bo'lsa agar xavfsizligi uchun anti-zajemleniya tizimi bor. Ya'ni 5 yulduzli xavfsizlik tizimi butun dunyo bo'yicha X70 avtomashinamizda, T1, T2 va X50 avtomashinamizni, Dashing avtomashinamizni ham jihozlangan bu narsalar. Svobodno kelasizlar, bemalol o'zlaringiz tekshirib ko'rasizlar. Avtomashinamizni anti-zajemleniyasiga 1000% garantiya bera olamiz, что biron kishini qismay qoladi. Bundan tashqari avtomashinamizning orqa buferlarida, ya'ni bamperlarida partroniklari mavjud. Svobodno mashinamizni datchiklari, sensor datchiklari ishlaydi va parkovka qilishingizga sizga anchagina qulaylik yaratib beradi. Avtomashinamizda undan tashqari datchik dajda, datchik sveta bor. Ya'ni siz avtomashinamizni yomg'ir yog'gan paytda dvorniklarni o'zingiz avtomatik, ya'ni o'zingiz boshqarib o'tirmaysiz, avtomatik tarzda o'zi ishlaydi. Ya'ni yomg'ir yog'di, panorama luk 4 ta o'ynaysiz, ochiq bu holatda bo'lsa agar avtomatik tarzda o'zi yopiladi va dvorniklaringiz ishlashni boshlaydi. Datchik svetaga kelsak, ya'ni datchik tunnel kun yorug'lashyaptimi? Ya'ni to'g'ri aytdimmi? Kun yorug'lashyapti. Tun yorug'lashadi, kun qorong'ulashadi, ha? Ya'ni kun qorong'ulashayotgan bo'lsa agar faralaringizni o'zi yonadi, tun yorug'lashayotgan bo'lsa agar faralaringizni o'zi avtomatik tarzda o'chadi. Bu nafaqat bu avtomashinamizda, ya'ni barcha avtomashinalarimizda mavjud. Bemalol kelaverasizlar, любой bittasini funksiyalarini yoki test drive qilib ko'rishlaringiz ham mumkin. Haydab ko'rsalaringiz agar o'zlaringiz ishonch hosil qilasizlar va barchalaringizga test drive tizimini tavsiya berib qolaman, chunki mashina xarid qilayotgan paytda iltimos, okajon, opajon, haydab ko'ring. Chunki taassurotlarga ega bo'lsangiz agar siz realni bilasiz, o'sha mashinani xarid qilyapsizmi? Siz orzungizdagi mashinani xarid qilayotganingizni, o'zingizni komfortingiz uchun, o'zingizni urviningiz uchun, statusingiz uchun xarid qilgan mashinani kачествосini bilsangiz, o'zini tutishini bilsangiz agar anchagina yaxshiroq deb o'ylayman. Bu narsani sizlar ham tasdiqlashlaringizni kutib qolaman. Kelasizlar, haydab ko'rasizlar, любой bitta mashinamizni nafaqat tekis yo'lda, notekis yo'llarda ham sizlarga test drive qilish uchun beramiz. Borasizlar, katta yamalardanmi yoki katta notekis yo'llardanmi yoki tog'larning ustida haydashga ham beramiz. Ya'ni kelasiz, test drive qilib ko'rasiz. Va trading xizmatimiz ham bor. Haydab yurgan mashinangiz bo'lsa agar kelasiz, bizga topshirasiz. Yangi mashinani 1 soatdan 4 soatgacha bo'lgan vaqtda minib ketasiz. Trading xizmatimizni sizlarga aytib o'taman, bozor narxida hisoblab olamiz. Ya'ni bozordan qimmatroq yoki bozordan arzonroq ham bo'lmaydi. Bozor narxida bizga mashinani topshirasiz va minib yangi mashinani chiqib ketasiz. To'lov turlarini hozir yana hisoblab beraman. Har oylik to'lovlarni bilishlaringiz uchun videoni oxirigacha ko'raveringlar, ketdik. Akalar, opalar, qaranglar. Mashina tan narxi 300 million so'mni tashkil etib, bosh to'lov 30% ni hisobladim. Ya'ni 90 million so'm bosh to'lov qilasizlar. 210 million so'm sizlarda qolibdi va foizsiz годовая stavka ko'rishlaringiz mumkin. Foizsiz 0. Srok krediti 24 oyga. O'z tan narxini har oylik to'lovini 8 million 750 ming so'mdan to'lov qilishlaringiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz mashina tan narxiga 1 so'm qo'shmagan holatda bu yerdan ko'rishlaringiz mumkin. Выплата krediti, ya'ni summa asosiy qarzingiz процент minus, ya'ni biron summa qo'shilmagan 210 million so'm qolibdi. Общая выплата 8 million 750 ming so'mdan to'lov qilasizlar. Yo'q, bosh to'lovni ko'proq qilaman desalaringiz, ya'ni 40% to'lov qilsalaringiz agar 120 million, ya'ni bir pachkani tashkil etadi. 120 million so'm to'lov qilsalaringiz agar ana bu yerga grafik ko'rsataman sizlarga. Qaranglar. 40% to'lov qilyapsiz. Sizga 30 oyga o'z tan narxini bo'lib to'lashga rasmiylashtirib beramiz. Bu avtomashinamizni 30 oyga rasmiylashtirsak agar 40% bilan har oylik to'lovingiz 6 million so'mdan tushibdi. Ya'ni 120 million so'm to'lov qilyapsiz, 180 million so'm qolibdi foizsiz 30 oyga. Siz 40% ni to'lov qilib, nafaqat 30 oyga, balkim 5 yilgacha bo'lgan imtiyozli avtokreditga ham xarid qilishingiz mumkin. Bu narsani ham sizlarga ko'rsatib o'taman. 40% to'lov qilyapsizlar, 5 yilga olsalaringiz agar yillik foiz stavkasi 10.3 foizni tashkil etadi. Yoki siz 4 yilga olsangiz 7.2 yoki 3 yilga olsangiz, ya'ni 6 oy qo'shilgani uchun 1% mashina tan narxiga qo'shib berasiz. 1%, yillik 1% 3 yilga. Ya'ni sizga 1 ni 36 ga bo'lishingiz kerak. Oyiga qanchadan sizga foiz tug'ishi uchun. Ya'ni ustamasi bo'lishi uchun. Kelinglar, men sizga aytaman, ya'ni 36 oyga rasmiylashtirsak agar 1% dan bu bo'ladi 2 million 788 ming so'm. 180 million summani, ya'ni katta summani
qarzdorlikni kattaligini qarang, lekin sizga 36 oyga 1% gina qo'shiladi. Mana 3 million so'm emas. 1 million 2 million 788 ming so'm. Bunaqasi hali tarixda bo'lmagan. Kelasizlar, bemalol o'zlaringizga rasmiylashtirasizlar. Har oylik to'lov 5 million so'mdan chiqibdi, 120 million so'm to'lov qilganingiz uchun siz 5 million so'mdan 1%ga 3 yilga rasmiylashtirib olib chiqyapsiz. Yoki siz 7,2% bilan 4 yilga 48 oyga rasmiylashtirasiz. Har oylik to'lovingiz 4 million 300 ming so'mdan qo'shiladigan summa o'zi kattalashaveradi. Chunki sizga foiz qo'shilyapti, muddat uzilyapti, uzaytiryapti. Muddatini qisqartirsangiz agar 7% ga o'zi 20 million so'm 3 yilga mashina tannarxiga qo'shib berishingiz kerak bo'ladi, lekin biz sizga bu narsani taklif etmaymiz, 1% lik variantni rasmiylashtirib beramiz. Ya'ni sizga 3 million so'm mashina tannarxiga 3 yilga 1% dan 120 million so'm to'lovganingiz uchun chiqarib beramiz. 180 million so'm asosiy qarzingiz bor variantda. Undan tashqari siz 50% ni to'lov qilsangiz agar, ya'ni 150 million so'm to'lov qilasiz, sizga rassrochka muddati 36 oyga cho'zdiriladi. Ya'ni foizsiz 36 oyga o'z tannarxini bo'lib to'laysiz. 4 million 166 ming so'm tashkil etadi va siz даже buni ham muddatini uzaytirishlaringiz mumkin, ya'ni 4 yilga olishingiz mumkin yoki 5 yilga olishingiz mumkin. Past foizda rasmiylashtirib beramiz. Yana buni ham ko'rsatib o'taman. 50% to'lov qilgan paytda necha foizdan chiqadi. Ya'ni siz 5 yilga 50% to'lov qilsangiz agar 6,5% dan rasmiylashtirib beramiz. Agarda 4 yilga olsangiz agar 2,6% dan rasmiylashtirib beramiz. Ya'ni siz 50% mashina tannarxini beryapsiz. 2,6% rasmiylashtiryapmiz 48 oyga. Sizga 4 yilga 150 million so'm pulingizga 8 million so'm qo'shiladi. Ya'ni 3 million 300 ming so'mdan har oylik to'lovingiz 4 yil to'lab kelasiz. Va siz agarda siz 5 yilga olmoqchi bo'lsangiz agar, aytganimizda 6,5% dan rasmiylashtirib beramiz. 6,5% dan rasmiylashtirsak agar 60 oyga har oylik to'lovingiz 2 million 900 ming so'm tashkil etadi va mashina tannarxiga 5 yilga 60 oyga 150 million so'mga 26 million so'm qo'shiladi. Ya'ni bunaqasi hali tarixda bo'lmagan. Ya'ni bundan oldingi kreditlarni, ya'ni siz imtiyozli avtokredit olmagan bo'lsangiz agar yoki oddiy avtokredit olgan bo'lsangiz yoki darsi imtiyozli olgan bo'lsangiz agar, mashina tannarxiga asosiy qarzingiz 150 million so'm tashkil etsa agar 5 yilga 150 million so'm yana qo'shib berishingiz kerak edi. Yoki 100 million so'm qo'shib berardingiz. Hozir esa 2 million 700 ming so'm, 8 million so'm yoki 20 million so'm, 26 million so'm 5 yilga 150 million qarz. Barchangizni avtosomimizda kutib qolamiz. Pastdagi raqamlarga bizga aloqaga chiqasizlar. X70, X50, Dashing T2 bir avtomashinamizni xohlagan rangidan, xohlagan pozitsiyasini rasmiylashtirib beramiz. Qaysi viloyatdan kelib bo'lmasangiz, bonuslarni ham chiroyli qilib beramiz. Porog, polik, radiator zashta, tonirovka, polniy bak benzin, 43 dyumli televizor yoki kelasizlar boshqa viloyatdansizlar, mehmonxonalarigacha qilib beramiz. Nonushtalaringiz yoki abetingiz yoki ujiningizni ham ko'tarib beramiz. Barchangizni Juturqarcha avtosalonida kutib qolamiz.